O'zgidromet 23-yanvarda qor yog'ishi kutilayotgan hududlarni e'lon qildi. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Eng so'nggi ob-havo ma'lumotini e'tiboringizga havola qilamiz. Bizni kuzatib boring. Yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga ilhom baxsh etadi. Bundan-da yaxshiroq video tayyorlashga kuch beradi. Marhamat, ob-havo ma'lumotini e'lon qilamiz. 23-yanvar juma kuni qanday ob-havo kutilayotganini ma'lum qildi. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab qor yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Shamol shimoliy sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduzi 1-3 daraja sovuq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qor yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol shimoliy sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq. Ustyurtda kechasi 15-20 daraja sovuqqacha, kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol shimoliy sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, cho'l hududining shimolida 11-13 daraja sovuqqacha, kunduzi 0-5 daraja iliq